Assalomu alaykum. Navbatdagi korxonamiz Luxtex korxonasi, shveyniy fabrika. Xudo xolasa bugundan boshlab tizimlashtirish jarayonini shu korxonada boshlaymiz. Bu yerga kelganimiz hozir trikotaj fabrikasi, tikuv jarayonlarini avtomatlashtirib berishimiz kerak. Buning uchun birinchi HR moduldan boshlayapmiz. HR, sklad va ishlab chiqarish modullariga o'tamiz. Bugungi ishimiz turniketlar o'rnatilgan o'shalar integratsiyasi bilan shug'ullanamiz. Biz birinchi o'rinda, demak, birinchi set, keyin kadrni chaqirib, rasm olishni boshlaymiz. Hamma birgalikda. Evet, boshladik. Tepaga turniket ikkitasi kelgan. Pastda ikkinchi degan kabel tushgan. Mana bitta kabel. Ichida yo'q, eng kichkina televizor va oddiy kronштейni bor-ku, televizor osiladigan devorga. O'shani eng kichkina razmeri bo'ladi. Bitta sig'maymizda, bitta odamga sig'maymiz. Rasm olamiz. Yo'q, rasmga olishga. Xodimlarni turg'izib, orqa fon oq bo'lishi kerak. Hop, bu yerda hozir HR modulimizni boshladik. Xodimlarning hammasini rasmga olib chiqamiz. Uni telefonning o'zida rasmga olamiz va turniketlarimizga yuklanadi. Shu bo'yicha xodimlar kirib chiqishadi. Sakkiz yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Kirimchidan oldik deyaptilar. Kirimchidan olgandan keyin ishni olib tarqatib beraman deyaptilar. O'shani nima uchun tarqatamiz? Boshiga tarqatamizda, boshiga kirgizamiz ishni. O'zgarishadi, o'zimiz kirgizamiz. Boshi birinchi odammi? Yo'q, har doim emas. Qanday deganda ana bizda tushungan betar ketgan taniymiz. Yashik bizga o'xshamasligi mumkin nimaga? Bu odam bo'lsa, keyingi odam ham xuddi operatsiya majorisini shuni olib tengizib beradi. Ikkitadan. Xo'p, potokka ish kirgizaman. Kimdan qaysi paytda kirgizasiz buni? Shu yerdan ish sanab olamizda. Sanab olasizmi yo yordamchilar sanaydimi? O'zi umuman oyoqchilar sanash kerak. Biz faqat baski tomonni sanaymiz. Agar ular sanab kirgizgan bo'lsa aralashmayman, lekin ko'proq o'zim olaman. Bitta ishni bir xil qila olishmaydi, baribir. Orada istek qila olmaydi, tepaga chiqib ulguradi ishni. O'sha paytda kelib, qani ma'mulga o'xshab Ulgurmaganda qilasiz. Ikkalanglar bir paytda qilmaysizlar. Katta razmerda misol uchun deylik 30 ta bergan bo'lsa, har bir razmerda 27 ta chiqib qoldi. 2 yoshli bragini 5 yoshli kesib beradi. 5 ta hammasini yopib beradi. Ikkini cho'tko'rni 5 yoshli yopib beradi. Yo'q, shuni raqamlari bormi? Hozir 3 ta tasnif bu ko'p. Endi demakki, brak soninglar shunaqa ko'pki, 3 ta odam sizlarga yetmayapti. Shunaqa bo'lyaptimi shunda? Keyin bir vaqt o'zida bizda ham 2 ta detal, oldi orqa yangi ham kelib qoladi, 3 ta ham bo'lib qoladi. Hop, bu pechatdan qaytgandan keyingi muammo bo'lyapti. Shuni pechatdan oldin nimaga tasniflar jo'natmaymiz? Qilinadimi? Tasnif qilinadi, beriladi. Pechatni ishi yopilmasa, pechat uchun 3% zapas qo'shib beriladi. Hozir pechat brakka gapirdingizmi yo material brakka aytdingizmi hozir? Tasnif nimani qiladi? Kelasiz. Qanaqa qilib yana oldin tekshirilsa, Shutlarni bo'ladi, u pechatga borib kelganidan keyin shutlarni silib qoladi. buni kim tekshiradi? Pastdanmi, alohida bo'ladi? Pastda nechta odam bor? Pastda ikkita. Imminna tasnifda. Imminna tasnifda ikkita odam, hozir bizda meto qilinmasdi. Endi meto ham qo'shganimiz uchun tasnif masalasi pastga tushdi. Shuni statistikasini aniqlab beringlar menga. Pastda necha foiz brakka yopyapti? Tepada necha foiz yopyapti? Agar pastdagi brak foizi past bo'ladigan bo'lsa, unda tekshirmaslik kerak. Agar baribir o'tkazib yuboradigan bo'lsa, uni foydasi yo'qda. Ikkita odamni biz band qilganimiz qoladi xolos. Ish tekshirishga nima deyapsiz? Kam vaqt
ekspert qilaman. Ya'ni Shularni ishini tekshirishga. yo'q, tushunmadim. Ya'ni tekshirishga ulgurmayapsiz. Qolgan ishlar bilan ovora bo'lib tekshirmayapsiz. Hattoki nazorat qilolmaymiz. Ha, o'zi sizlarni asosiy vazifanglar. Kuchlarni nazorat qilishimiz kerak aslida biz Ha, o'zi. demak sizlar asosiy ishlarni qilmayapsizlar hozir. Yo'q, Abdusamad, давайте bundoq qilaylik. Bu yerda hamma narsa повтор kelayotgan narsa birinchidan. Bularga sharoit qilib beraylik, поток ichiga hamma narsani qo'yib berishimiz kerak. Endi masalan ip olib chiqish, etiketka olib chiqish, o'sha narsalarning hammasi ish bilan birga kirishi kerak. Mana shu yerda yig'iylikda mana bu stivajlarni hammasini bo'shatib yuborish kerak. Mana bularni hammasini bo'shatish kerak-da. Mana bu yoqlarda ham bo'shlari bor. O'shani hammasiga kamida 2-3 kunlik zapas bo'lishi kerak. Kroyni bir kunga kerak bo'lsa olib qolaylikda yoki nochkami yoki yakshanba kunigami bir iltimos qilaylik. Oldiga olib chiqib olishsin bo'lmasam, agar ulgurmayotgan bo'lsa. Bitta hozir Kroyda ishimiz bor. So'zda biz pechatda ishga chiqamiz. Tushunarli. Ertaroq pechatga bersangiz, ertaroq keladi-ku. To'rtga qoldik bizda. Biz ishladik, ular dam oldi. Biz ishlik oldik. Mana bu yerdagi asosiy masalalar ish kelmasligi, etiketka iplanib yetmasligi bu planda. Ya'ni hamma pastki o'ringa tushib ketayotgani sabab tepadagi o'rinlar qolib ketyapti. Bular pastga tushib turib, deylik, yordamchini ishini qilyaptilar, o'zlarining ishi qolib ketyapti. O'zlarining ishini siz tushib qilyapsiz. Siz potokni nazorat qilishga o'tyapsiz. Sizning ishingiz plan. Sizning ishingiz qolib ketyapti-da, o'sha pechat bilan vaqtida gaplashmayapsizlar, vaqtida olib kela olmayapsizlar, nazorat qila olmayapsizlar. Ya'ni har kim o'zini joyida bo'lishi shart. Mana bu yerda o'zi masterni asosiy 3 ta masalalari qoldi. Tushuncha masaladan. Bu yerda ham xuddi shuncha mana 23 ta narsa yozilgan, asosan shu bo'lsa kerak. 40 ta ish bor ekan. Lekin asosiy mana shu 3 ta narsa bo'ldi. Hozir qilmayapman, faqat shu bo'lgan ishni qilyapman. Demak, faqat buni bu oylik mana bo'ldi. Nimasi? Pasportlarni kirgizish ham, hisoblash, yig'ib olib tushish, Pasport tekshirish. Nimasini tekshirasiz? Yozilgan, yozilmagan. Yozilmagan bo'lsa yaxshi. O'shadan yozaman. Qolib ketganlar. Endi qolib ketsa, ikkinchi marta qoldirmaydi-da. Uchinchi marta ham qoldirishyapti, bari bo'lyapti. Yo, esdan chiqish interesi tekshiradigan borligi uchun-da. O'sha odamga pasport yetib bormasligi ham o'ziga qoladi. Saqlab o'tib qoladi. Qolib ketadi, o'rtadagi odam qolib ketadi. O'shaning uchun Ha, siz ishchi bo'lganinglar hisobidan pasport bitdi. Ha, tushunarli. Bu masala ham sizdan olinadi, bo'ldi. Mana shu ko'p vaqtingiz olyapti shekilli o'sha. O'sha masala olinadi. Texnologik bormi sizda? Anaqalarni tuzib berasizmi? Patoklarni tuzib berasizmi? Bo'lmiz u. Sekundni chiqazamiz, narxni chiqazamiz. Kim? lekin operatsiya sonini men yozib beraman. Mana hozir xonada men yozib beraman. Uni keyin tepaga chiqqaniga baribir to'g'rilaymiz. Siz bular qilasiz, lekin ular qilmaydi. Ikkalasizni tekshirib qo'ying. Nima qilaylik? Chunki ish chiqish kerak, ish qilishimiz kerak, narx chiqarish kerak, uni pulini chiqarishimiz kerak biza. Xo'p, patokni tuzish kim qiladi? Alishtiriladimi modellada yo o'zimiz almashtiramiz. Hozir Alishtiriladimi? Qaniyat bo'lganimizdan beri faqat asosan futbolka shoti bo'lgani uchun hali almashtirmadik. o'zgarmadi? O'zgarmadi. Tushunarli. Tuzilgan bo'yicha ketyapti, ketma-ketmaydi. Tushunarli. Faqat ish ko'p qo'yganda faqat bo'lamiz shu. Mana shu hamma mayda rutin ishinglar bor-ku, mayda chuda ishinglar. Shuni hammasini yashik sistemasi yopib beradi. O'shanga hozir sizlardan bitta iltimos bo'ladi, o'sha yashik sistemani kiritayotganimizda iloji boricha qarashib beringlar. Men kim nima tikishini, qanaqa tikishini, qo'li kelishi, boshqa narsalarni bilmayman. O'sha narsani to'g'ri menga taqsimot qilib berishinglar kerak. Yaqinda ham bitta korxonada bo'ldi. Anaqani to'g'ri chokka overlockga qo'ygan, overlockni to'g'ri chokka qilgan, biz kirgizib yotamiz, ish chiqmaydi-da. Mana shu narsa bo'lmasin, iloji boricha odamni to'g'ri bo'lib bersanglar, biz ishni bitta kirgizib chiqarish harakatini qilamiz. Patokni zigzag masalasini bitta o'ylab ko'ramiz. Ish kirgizib chiqazganimizdan keyin qaysidir detali bichilmaydi.
Masalan, nimaga bitta qilinganda ribanasi, yoqalari, boshqa narsalarni nimaga alohida qilasizlar? Qolishadigan bizda mana material kelganda 7 ta 8 ta xil rang bichilganda qaysidir ranglari ensiz bo'lib qolishi mumkin. O'shani hisobiga biz alohida bichamiz. Yo'q, bu to'g'ri. Ha. Alohida bichganingizda nimaga detal tushib qoladi? Hamma detali bilan tayyor qilib berasizlarmi bittada? Bo'ladi, nima bo'lishi mumkin? Materialda detalda kamchilik bo'lmaydi. Kamchilik qo'shimcha detal bo'ladi-yu, boshqa mato turi. Yoqa ribanasi. Misol uchun deydik, materialni beramiz. Yoqa ribanasi ertaga iniga olamiz. Tushundim. Kroy bichib bo'ldingiz. Nimaga 2 kun kutish kerak shuni? Sabab nima? O'shani tushunib olishim kerak. Kroyi bichib bo'lishimiz bilan unga o'tamiz deysiz. Mayda detallariga o'tamiz. Unaqa qilmayapsizlar hozir, o'sha uchun 2 kun qolib ketyapti. Birdan bichib bermayapsizlar demak. Ana konkret bo'lmagan, nimaga? Misol uchun mana bu fitdan taxlashlari kerak. Bishki bo'shab qoldi. Bugun futbolga berishimiz kerak deyishadi. Gruppadagi qizlari bishki futbolga taxlash o'tib ketishadi. Ikki stol bo'shamay qoladi. Uni bichib olsa keyin taxlashadi. Chunki pasal uzun bo'ladi hozir. Ammo sizdan so'rab olishimiz kerak. Keyin skladga kim qabul qiladi? Upakovkaga kim qiladi? Sotishga ham o'zingiz. Tannarxga bu ta'sir beradigan narsa. Bu asosiy material degan narsa, bu asosiy 70-80% tannarxlarni tashkil qiladigan narsa. Demak, bunda 1% adashsak ham yoki 1% boshqa yozsak ham, oxirida tannarximizga bu ta'sir qiladi va noto'g'ri ma'lumot olib kelish va ishonchsizlikka olib keladigan narsa. Programmada sonni yozishi majburiyatini qo'yamiz. Sonni yozmaguncha tepaga chiqmaydigan majburiyatni qo'yamiz. Endi sonni yozganda ham qayerda yozadi desa, to'liqligicha soni chiqsagina keyin yozadi. Manjeti, yoqasi, ribanasi, hamma narsasi. Robotlashtirilgan tizim qilib bera olmaymiz. Imkonimiz yo'q narsaga. Endi biz nima qilamizki, inson faktoriga tayanadigan qonun qoidalarni ishlab chiqaramiz. Bizning tizimimiz shu. Endi bu tizimni chetlab o'tsa bo'ladimi? Конечно bo'ladi. Ikkinchi tomon qo'yib bersa. Ha, kontrolli ushlanmasa. Yoki masalan ikkinchi tomon tasnif ham aytdi, "Mana bu to'liq bermayapti, ha hozir beradi" deyilsa, bo'ldi, uxladi u tizim. U ishlamaydigan tizim bo'ladi. Endi bu kimga ko'proq interesli bo'lishi kerak? Bu mana bu odamga interesli bo'lishi kerak. Hamma narsani mana shu yerda programmada kuzatilmasagina yana chiqib hamma narsani ko'rib, yo programmaga endi kiritishmayapti-da, bu yerda to'g'ri ma'lumot yo'qda hozir deyiladigan bo'lsa, bo'ldi, programma yurmaydi. Bundan men menga ishni berib, mana bunaqa aylantirib yuribsizlar degan gumonim bor. Ya'ni operatsiyalarni alishtirib yurish, hammasiga bitada sochib olish va ularni yig'ish uchun yana yig'ib chiqish, yana kimdir ovora va keyin oxirida qog'ozlarni ham yig'ib chiqish. 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz.